Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Krasnodar Toshkent, Toshkent Krasnodar yo'nalishi bo'yicha avtobus xizmatlarimizni taklif qilamiz. Krasnodar, Rostov-na-Don, Saratov shaharlarida ishlab yurgan hamyurtlarimiz hamda Tojikiston fuqarolari uchun qulay va ishonchli bo'lgan avtobus xizmatlarimizni taklif qilamiz. Krasnodarga yaqin bo'lgan Sochi, Anapa, Simferopol, Stavropol, Qrim, Novorossiysk, Gelenjik shaharlaridan, Mariupol, Donetsk, Lugan shaharlaridan ham vatanga qaytishingiz mumkin. Rossiyskiy raqamimiz +7 960 285 75 75. O'zbekiston raqamimiz esa 90lik kodi bilan 268 53 13 raqamlari orqali bog'lanib, o'zingiz uchun joy yozdirishingiz mumkin. Dokumentida muammosi bor vatandoshlarimizni ham muammosiz olib ketamiz. O'zbekistondan ham Rossiyaning barcha shaharlariga avtobuslarimiz qatnayapti. Bemalol qo'ng'iroq qilib O'zbekiston raqamimiz orqali bog'lanishingiz mumkin. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. E'tiboringiz uchun rahmat.